Tezkor va muhim xabar: o'zbeklar o'limga hukm qilindi. Azizlar, ushbu muhim xabarni oxirigacha tomosha qiling. Birlashgan Arab Amirliklarida o'limga hukm qilingan o'zbekistonliklarga yordam bergan shaxs ham jazolandi. Abu Dabi Federal apellyatsiya sudi Davlat xavfsizlik palatasi Moldova Isroil fuqarosi Svi Koganni o'g'irlash va o'ldirishda ayblangan 3 nafar O'zbekiston fuqarosiga o'lim jazosi, 4-sudlanuvchiga esa umrbod qamoq jazosini tayinladi. Bu haqda kecha 31 mart kuni Birlashgan Arab Amirliklarining VAM agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, bosh prokuror Dr. Hamad Saif Al-Shamsi Davlat xavfsizlik prokuraturasi tomonidan olib borilgan tergovlardan so'ng sudlanuvchilar jabrlanuvchini kuzatib o'ldirganini aniqlagan va 2025-yil yanvar oyida 4 nafar ayblanuvchini tezda sudga olib kelishni buyurgan. Bildirilishicha, Davlat xavfsizlik prokuraturasi tomonidan sudga taqdim etilgan dalillar sudlanuvchilarning qotillik va odam o'g'irlash jinoyatlarini batafsil tan olishlari, sud tibbiy ekspertiza xulosalari, o'limdan keyingi ekspertiza xulosalari, jinoyatda qo'llanilgan asboblar tafsilotlari va guvohlarning ko'rsatmalaridan iborat. Sud bir ovozdan qotillik va odam o'g'irlashni amalga oshirgan 3 ayblanuvchini o'limga hukm qildi. Ularga yordam bergan sherigi esa umrbod qamoq jazosini oldi. U jazoni o'tab bo'lgach mamlakatdan deportatsiya qilinadi, deyiladi xabarda. Birlashgan Arab Amirliklari qonunlariga ko'ra o'lim jazosi hukmlari avtomatik ravishda apellyatsiya qilinadi va ko'rib chiqish va qaror qabul qilish uchun Federal Oliy sudning jinoyat ishlari bo'limiga yuboriladi. Bosh prokurorning ta'kidlashicha, hukm Birlashgan Arab Amirliklarining terrorizmga qarshi kurashda adolatning eng yuqori standartlari va qonun ustuvorligi hamda adolatli sudlov kafolatlarini ta'minlash borasidagi sodiq majburiyatini aks ettiradi. Uning so'zlariga ko'ra, Birlashgan Arab Amirliklari sud tizimi milliy xavfsizlik va barqarorlikka putur yetkazishga qaratilgan har qanday urinishlarga qat'iy qarshi turadi. Bundan tashqari, bosh prokurorning qo'shimcha qilishicha, Birlashgan Arab Amirliklari birgalikda yashash va bag'rikenglikning global modeli bo'lib, uning qonunlari diniy va etnik mansublikdan qat'iy nazar barcha aholini himoya qiladi, ularning xavfsizligini ta'minlaydi. Ma'lumot uchun, Ravinning o'limida ayblanib qo'lga olingan o'zbekistonliklar 28 yoshli Olimboy Tohirovich va Mahmudjon Abdurahim hamda 33 yoshli Azizbek Komilvich ekani aytilgan edi. Biroq ularga yordam berishda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan 4 sudlanuvchining shaxsi va fuqaroligi ochiqlanmagan, deyilgan xabarda.